Mana o'shani olib keldim, mana hozir yig'lashni boshladi mana. Dod deyapti, uyga kelmayman deyapti. Bular nima tushunmaydi ekan hayronsan. So'rardim. Tushunmayapti deyapman. Qani kecha o'sha. Oysha. Ke. Shu Qosimjon. Kirasan baqa. Ana yo'q deyapti bu mana. Yaxshimiz. Kim bor kattalardan? Kattalarda kim bor? Buz borlarmi? Ko'chaga chiqib tushyapti bunlar. Kim bor? Kim bo'lsa ham kattalardan kim bor? Shuni chaqiring. Bormi? Amakingiz bormi? Kimniz bormi? Mana bu kirmayman deb dod deyapti. O'zlayimmi? Telefon qaysi? Sen telefon qil, men telefon ko'tarmaydi ular. Jim o'tirasizmi orada? Ana bu bormayman deyapti, tushunmayapti bular hech qaysisi. Kel baqa Oysha. Nimaga bormayman dedi? Urasanmi buni? Nima qilasan? Men uni urmayman, ko'l olish kerak. Nimaga o'zi shu uydan bezillaydi bu? Bor san kirib ketaver. Chiq. Keling. Yumonglar. Baqa ke Oysha. Akirgiz boring endi. Uyga, chiq. Assalomu alaykum. O'lyapti. Kirmayman deb yig'layapti. Dechaqa kelmayman deb. Ketaver bo'lmasa, boraver. Olib qo'ylar. Baribir nimani olib qo'y. Voy, sen qo'ylar. Olib kelib keting. Yo'q, shu o'ynayman. Sen aka. Yur. Hayda aka. Yur. Ketdik. Aka, chiqay Qo'yib dedi. yubor, bo'ldi, qo'yib yubor. Ay biladi. Chiqing mashinaga, bo'ldi, ketdingmi? Ha bu nima qilish kerak endi? Holatda nima qilish kerak bular?